Serial Iffat 33 qism 2025 yil 12 noyabr kuni soat 19 da Mening yurtim telekanalida namoyish etiladi. Bu sana serial muxlislari uchun alohida hayajon baxsh etadi, chunki yangi bo'limda Kamron va Shirinning taqdiri kutilmagan zarbalar, og'ir sinovlar va mashaqqatli yo'l orqali sinovdan o'tadi. Sadoqat va muhabbat sinovlari bu shior 33 qism mazmunini to'liq ifodalaydi. Iffat har bir kadri bilan insoniy his-tuyg'ularning qanchalik kuchli va sinovlarga bardoshli bo'lishini ko'rsatadi. Har bir yangi qism bu hayotiy haqiqat bilan to'la, chuqur dramatik voqea. Kamron va Shirin o'z yo'llarida og'ir qarorlar qabul qilishadi. Ularning har biri taqdirlarini tubdan o'zgartirishi mumkin. Ssenariy mualliflari hikoyani hayotiylik va ehtiros bilan uyg'unlashtirgan, aktyorlar esa obrazlarni butun his-tuyg'ulari bilan jonlantirishgan. Iffat tomoshabinga faqat sevgi emas, balki insoniy qat'iyat, fidoyilik va sabr haqida ham o'ylash imkonini beradi. Rejissyorning nozik yondashuvi, musiqaning ruhiy ta'siri va sahnalar orasidagi uyg'unlik serialga o'ziga xos chuqurlik beradi. 33 qismda esa eng kutilmagan voqealar yuz beradi. Qahramonlar o'z tanlovlari bilan sinovdan o'tishadi. Bu bo'lim tomoshabinni nafaqat hayajonga soladi, balki yurakning eng nozik torlarini chertadi. Iffat bu muhabbatning kuchi, sadoqatning sinovi va inson qalbining go'zalligi haqida hikoya.